Bundan bir 3-4 yil avval bir do'stimiz aka mana shu bir sotiladigan narsa bor deb sumkada bir narsa olib keldi. Nima ekan bu desam, o'sha Ka'baga ustiga yopiladigan kisva ekan. O'sha kisvani Ixlos surasi bitilgan bir bo'lagi. Nimaligini tushunib yetganimdan keyin bu sotiladimi desam, sotiladi dedi. Qanchaga sotiladi desam, aytdiki, menga dedi $10,000 berishsa bo'ldi dedi. Men aytdimki, $10,000 bo'lsa mayli. O'zi narxi shunaqami desam, ha dedi. Keyin bu qonuniymi desam, ha mana hujjatlari ham bor dedi. Keyin mayli tashlab ketavering, bo'lmasa men bir ikkita tanish bilishlarga ko'rsatib ko'raman dedim-da, 3-4 kun uyimda endi o'zim ham bir o'rganib, tomosha qilib, boshqa qilib, yaxshi niyat qilib Toshkentga olib bordik haligini. Bir do'stimiz bor edi, akaxonimiz Toshkentdagi masjidlardan birida imomlikka o'tgan, vazifasida ishlardi. Shu akamiz olib keling mayli, bir ko'raylik, bo'lmasa biz ham tavof qilib qo'yaylik, aziz narsa bo'lsa sog'inganmiz dedi. Mayli deb olib bordim Toshkentga. Undan keyin masjidga olib kirib, nimaligini ko'rsatganimdan keyin juda hayratlanib, uka dedi, mana shu masjidimizni dedi homiylikka olib qurayotgan bir akamiz borlar dedi. Shu kishiga bir ko'rsatsak, shunaqa narsalarga juda muhabbat, ixlosi boshqacha dedi. Keyin mayli dedim, telefon qilib chaqirdilar, u kishi keldi. Nima xizmat? Ha, sizga sovg'a bor aka. Qanaqa sovg'a? dedi. Keyin mana shu narsa dedi. Keyin borida akamiz halik narsani ko'rdida, men bilan tanishgandan keyin aytdiki, "Hallojon" dedi, "Men dedi, bundan bir 7-8 yil oldin bir arendaga Damas olib, paxta qand sotardim. Paxta qand ishlab chiqaruvchilardan borib olib, shu sentrlarda, odam ko'p joylarda paxta qand sotardim. Keyin shu biz oilada ikkita o'g'il bo'lganligimiz uchun onamni hajga jo'natamiz deb mahallaga yozdirib qo'ygandik navbatga. Bir 3-4 yil o'tib o'chiretlari kelib qoldi. Keyin ona dedim, o'chiritingiz kelib qopti, hajga boradigan bo'lib qoldingiz bu yog'i dedim. Onam juda xursand bo'lib ketdilar, tayyorgarlik ko'rdilar. Keyin masjidimizda o'sha imomi, onaxonni o'zlarini jo'natmanglar, 2 o'g'il bo'lsanglar, bittanglar sherik bo'lib boring.